Assalomu alaykum, Omad kanalining aziz obunachilari. Mana sizlarga bizni kuzatgan akalarimizga, musofirchi akamiz yurganlarga mana zo'r bo'g'ozlardan olib kelib berdik. Yaqin, kechki xohlagan turlaringdan mana Novoz. Qornida necha oyligini bilmadim-ku. 20 kunda tug'argan akalar. Mana Novoz so'qimga qolaveradi. Akalar, musofirchilik akamlar yurgan bo'lsa, bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana mol tutayni ko'ryapsizlarmi akalar? Bu 20 kunda tug'sa akalar, o'zlaring tavsiyasini ko'raverasizlar. Mana bu Novoz tekinga qoladi, mana mol tug'sa. Ilohim Novoz tug'sin, xonasini tug'sa, maydor basman, xudo. Novoz tug'sin, xonasini tug'sa, xudodan. Mana molimiz yaqin. Mana akalar, mana molim bilan ana shved molimiz, keyin ola molimiz uchovi par bo'lgan. Pulini, nech pulligini bilmadim. Kaminat Marg'ilon bozoridan olib kelindi. Mana mol kuniga taysa olar ekan akalar. Bu 1 oy 20 kun shaqalab tug'adi. Mana yangi sigir, Qo'shtepa savdoda to'liq videosi chiqdi. Mana Qashqa sigirimizga kelsak, yelini qo'yib yuborgan ekan, umuman sog'ishmagan ekan. Biz sog'ib mehnat qilib berdik, bolasi semental xonasi. Mana molni kallalari. Akalar, bolasi panda. Mol hayda. Po'cha bersalar akalar 10 dan oshib 15 taga beradi. Mana shu joyda 1 yil tagiga qo'yib yuborsalar, bitta umra safariga qabul qilib ko'raverasizlar. Akalar, molni ko'ringlar, bolasi gibrid deysizlarmi, xashaki deysizlarmi, farqi yo'q. Mana bolasi Qashqa Novoz. Enasi ham semental Qashqa. Nima deyapti molimiz? Mana u ham qizil ola. Didiyorlarga mana akalar. Mana shu molimiz kuniga taysa olyapti akalar. Buni taysa olganini ko'rib, o'zlaring sotkilaring kelmay qoladi. Mana akalar. Bizni kuzatganlarga ham rahmat, alohida. Mana obuna bo'linglar, sizlar obunani bosinglar, like ham bosinglar. Akalar, Xudo xolasa bundan bag'iga zo'r videolar kelaveradi, chiqaveradi. Obuna bo'lsalar akalar, like bosib, obuna bo'lsalar birinchi videolar sizlarni kuzatib yetib borib turadi akalar. Obuna bo'lganlaringiz ziyoni yo'q. Har molimizni ham tutayni ko'ringlar. Akalar, mana molimiz ham kuniga taysa olyapti akalar. Bugun keldi bular. Mana molimizni bittadan qo'ra qilib, cho'g'ini qo'yib yuboringlar, maza qilib boqinglar. Mana shu molni yaqin qilib bersalar, o'zimiz 35 ga xaridormiz. Taysa olib, akalar, olgan pullaringni o'sha narxga qaytarib olaman deyilmaydi. Shunday foyda berilib olinadi akalar. Like bosib, paddishkanamay tursalar akalar, bundan bag'iga zo'r videolar chiqaveradi. Mana nima deyapti molimiz? Akalar, 30 million kam bu. Aloqa chiqarasizlar, nomerlar sizlarni kutib turibdi. Mana akalar, mana molimizni Novoz ham ko'ringlar ko'chatini. Bitta qisir, kichkina, ana shu Novozdan jicha par qiladi kattaligi. Hozir molni ham ko'rsataman. So'qimni gullatadi. Go'sht, jigar, bigari 150 kilo keladi. Akalar, hozir ko'rsataman.